Assalomu alaykum vatandoshlar, kuykular. Bugungi reysimiz Toshkent, Moskva Toshkent chiqayotgan Primo reyslar. Haftaning kuniga payshanba reyslarimiz amalga oshirilgan haftada 4 marta. Dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari Primo reyslar ko'p avtobus zaryadka qo'yilgan joylari va konsertlar ishlab turibdi. Detskiy biletlarimiz bor, 50% gacha chegirmasi bor kuykular. Ko'p shebim qayerdasiz? Andijon qayerda? Qo'rg'on tepalik akalarimiz ketyapti. Maslahat berasizmi? Avtobus avsag'ini Primo reyslar. Kimga shunaqa ishonchli nomerlar kerak bo'lsa, ekranlarga yozib qo'yamiz. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.